Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan qandli diabetda ba'zi bir bemorlarda uchraydigan o'sha xotira pasayishi sabablari, qandli diabetda nega xotira pasayib ketishi va buni qanday oldini olish kerakligi to'g'risida gaplashamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki qandli diabetda siz o'zingiz bilmagan holatda o'sha xotirangizni tushishi va bundan tashqari boshqa asab sistemangizni zararlanishini to'liq tushunib olasiz va bu videodan keyin siz qanday xotirangizni yaxshilash kerakligini, qanday tartibdaligini to'liq tushunib yetasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qandli diabeti bor bemorlarda qondagi qand miqdorining yuqori bo'lishi bu nerv sistemasini zararlaydi, ya'ni glyukotoksichni effekti bor. Ayni o'sha nerv oxirlarining zararlanishi, bundan tashqari markaziy nerv sistemalarini zararlanishi, po'stloq markazlarini zararlanishi kuzatiladi. Chunki glyukozani, ortiqcha glyukoza bu o'sha nerv hujayralarini shikastlaydi. O'sha xotira markazlari bor bizlarda, xotira markazlarini izdan chiqarib qo'yadi. Bundan tashqari miyani mayda qon tomirlarini o'sha shikastlanish hisobiga, bundan tashqari mayda qon tomirlarda ateroskleroz, ya'ni o'sha blyashkalarning to'planish qolish hisobiga u bosh miyada yaxshi qon aylanishini buzilishi va bundan tashqari o'sha yaxshi oziqlanishda oziq moddalar bilan ta'minlanishi keskin tushib ketadi qandli diabetda. Shuni hisobiga o'sha xotira markazlari yaxshi qon bilan ta'minlanmaydi va oksidativ stress, ya'ni o'sha qondagi sahr hisobiga markaziy nerv sistemasi stress oladi. Va buni natijasida siz o'zingiz bilmagan holatda sekin-sekinlik bilan xotirangizni yo'qotasiz va bundan tashqari asab sistemasini juda ham izdan chiqarib qo'yadi. O'sha bemorlarda o'sha doimiy asabiylik, injiqlilik, sabrsizlik, bundan tashqari o'sha konsentratsiyaning tushib ketishi, vнимание deyiladi. Bu narsani o'sha biror nimaga e'tiboringizni tushib ketishi. Bu narsalarning hammasining negizida o'sha qondagi qand miqdorining yuqori bo'lishi yotadi. Va biz bemorlarda ko'pchilik kuzatamiz, o'sha diabetik ensefalopatiya degan narsa bor. O'sha diabetik ensefalopatiyada oliy markaz nerv sistemalarining zararlanishi hisobiga o'sha bemorlarda o'sha keskin xotiraning tushib ketishi kuzatiladi. Xo'p, endi bunday holat bo'lganda o'sha qanday qilib siz o'sha xotirangizni tiklash va konsentratsiya, o'sha diqqatingizni jamlashingiz va qanday qilib bu holatdan chiqib ketishingiz mumkin. Birinchi navbatda bir nechta qadam bor, 5 ta ketma-ketligini aytib beraman sizga. Birinchi navbatda siz qondagi qand miqdorining normaliga e'tibor berishingiz kerak. Siz xotirangizni tiklamoqchi bo'lsangiz, sahringizni o'sha normallashtirishga e'tibor bering. Siz birinchi vitaminlar, har xil nootropniy dorilar, har xil o'sha xotiraga ta'sir qiladigan dorilarni ichishdan oldin, agar sizda o'sha diabetingiz bo'lsa, sahringiz baland bo'lib yurgan bo'lsa, sahringizni birinchi normaga olib keling. Chunki yuqori sahr siz nima dori ichishingiz,dan qat'iy nazar sizni xotirangizni nolga tushirib tashlaydi. O'sha aytganda nervlarning zararlanishi hisobiga. Ya'ni o'sha xotira markazidagi hujayralarni o'ldirish hisobiga sizda xotira tushadi. O'shaning uchun mana sahringizni o'lchashingiz kerak. Ko'pchilik bemorlar faqat o'sha ertalabki och qoringa glyukozani o'lchashadi, ovqatdan keyingi sahrni o'lchashmaydi. Va siz qiladigan asosiy harakat bu, siz och qoringa sahringizni o'lchaysiz. Och qoringa sizda maksimali o'sha 7-7,5 gacha bo'lish kerak va ovqat yeganingizdan keyingi sahrlaringiz maksimali 8 gacha bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Endi bu albatta bu yoshga bog'liq narsa. Qandli diabeti bo'lganlarda ko'pchilik o'sha yoshim o'tyapti, o'sha xotiram tushishi tabiiy hol deb o'ylaydi, lekin bu aynan juda ham bu og'ir asorat, ya'ni demensiyagacha ham olib kelishi mumkin. Ya'ni butkul xotirasini yo'qotib, bemorlar даже uydan chiqib, uyini topolmaydigan, o'sha qarindoshlarni eslay olmaslik darajasiga ham olib kelishi mumkin. Birinchi qadam o'sha sizda o'sha qand normasiga e'tibor berdingiz, ovqatdan keyingi sahrlaringizni ham tekshirdingiz, normaliga albatta e'tibor berish kerak. Agar sahri tushmayaptimi, sahrni tushiradigan dorilaringizni korreksiya qilishingiz kerak vrachingiz bilan birgalikda. Ya'ni bu yerda o'z boshimchalik bilan qonni qand tushiradigan sahrlarni o'zgartirish kerak emas. Endokrinolog shifokoringiz bilan maslahatlashishingiz kerak. Ikkinchi siz qilishingiz kerak bo'lgan harakatlardan biri bu sport bilan aktiv harakatni olib borishingiz kerak. Chunki aktiv harakat bu miya hujayralariga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Qandli diabetga chalingan ko'pchilik bemorlarda o'sha nozik tarafi harakatning kamligidir.
Mana shu harakat kamligi bu nerv sistemasiga o'sha salbiy ta'sir qiladi. Xotira markazlari susayib ketadi, chunki moddalar almashinuvi susayib ketadi. Bizning tanamizga doimo moddalar almashinuv metabolizm yaxshi bo'lishi kerak. Bu metabolizmni biz qanday yaxshilaymiz? Albatta, harakat, sportni qo'shib turib. Xalqaro diabetlar assotsiatsiyasi tavsiyasiga ko'ra, ya'ni siz haftada 150 soatdan ko'p, ya'ni o'sha kun davomida oladigan bo'lsak, yarim soatdan ko'p shug'ullanadigan bo'lsangiz aktiv sport bilan, bunda o'sha xotira markaziga juda ham yaxshi ta'sir, ijobiy ta'sir qilganligi isbotlangan. Ko'pchilik o'sha ishda yuraman, uyda yuraman deb tushuniladi. Yo'q, sizda ishdagi yurishingiz, uydagi yurishingiz bu harakat, ya'ni aktiv harakat hisoblanmaydi. Siz alohida o'sha sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Yarim soat, 1 soat kun davomida siz o'sha sportga bag'ishlashingiz kerak. O'sha piyoda yurishingiz mumkin yoki yengil o'sha atletika bilan shug'ullanishingiz mumkin. No, umumiy olganda sportga ajratishingiz kerak. O'shanda siz kam harakatli gruppasiga kirib qolmaysiz. Keyingi 3-qadam bu juda ham muhim qadamlardan biri hisoblanadi, ya'ni uyqu rejimiga amal qilishingiz kerak. Ya'ni siz o'sha kechasi soat 10 dan keyin uxlagan bo'lishingiz kerak va uyqu rejimingizda kamida 7-8 soatdan ko'p uyqu bo'lishi kerak. Kam uyqu ham bu xotirani tushishi isbotlangan. Va siz o'sha uyquni asosan kechga olishingiz kerak. Ya'ni agar ko'pchilik ish bilan bog'liq bo'ladigan holatlar bor, ya'ni kechasi ishlaydiganlarda kunduzi asosan uxlaydi. Bu kunduzi uxlash sizning xotirangizni o'ldiradi. Ya'ni siz kechasi uxlagan vaqtingizda melatonin, ya'ni o'sha uyqu gormonlari, bular xotirangizni yaxshilaydigan gormonlar ishlab chiqariladi. Bu xotirangizga juda ham ijobiy ta'sir qiladi. O'shaning uchun siz uyquni asosan kechkiga mo'ljallashingiz kerak va uyquni soati bir, albatta 7-8 soatdan ko'p uxlashingiz kerak. Nega uyqu rejimiga asosan urg'u berilyapti? Chunki uyqu kam bo'lishi bu stress gormonlarini oshishiga olib keladi. Bu stress gormonlari kortizol bo'lishi mumkin, adrenalin bo'lishi mumkin. Bular sizda birinchidan sahringiz ko'tarilishiga ham olib kelishi mumkin. Va bundan tashqari sahringizda asoratlarning ham tezroq namoyon bo'lishiga olib keladi va o'sha xotira sizda keyinchalik bu surunkali davom etadigan bo'lsa, demensiya, o'sha butkul xotiradan ajralishingizga ham olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda o'sha ko'pchilikda o'sha umumiy global xotira tushishi kuzatilyapti. Bunga sabablardan biri o'sha ko'pchilikda uyqu rejimi yo'qligi. Ya'ni kech uxlashi ham tushiladi bunda. O'sha 1, 2, 3larda ko'pchilik uxlaydi. Bunday vaqtda uxlagandan foydasi yo'q. Chunki siz o'zi asosiy o'sha tabiiy uyqu vaqtini o'tkazib yubordingiz. Mana melatonin degan asosiy uyqu gormoni ajralish vaqtini siz o'tkazib yubordingiz. Bu yerda o'sha noto'g'ri tushuncha bor, ya'ni o'sha uyqu buzilsa, o'sha melatonin o'sha da dorilarni ichish, uyqu gormoni ichish. Siz bunga o'rganib qolishingiz mumkin, siz bunga suyanib qolishingiz mumkin. Ya'ni o'sha melatoninsiz keyin uxlolmaydigan bo'lib qolishingiz mumkin. Siz tabiiy o'zingizni melatonin ishlab chiqarilayotgan vaqtini o'tkazib yubormang. Tabiiy melatonin baribir yaxshi organizmga ta'sir qiladi va siz bunga o'rganib qolmaysiz. Keyingi siz qilinishi kerak bo'lgan 4-chi bu ish xotira mashqlarini albatta bajarishingiz kerak. Ya'ni xotira mashqlari qanaqa bo'ladi? Misol uchun sonlar yodlashingiz, birorta she'r yodlashingiz mumkin yoki birorta tekst, matn yodlab, siz uni 1 soat, 2 soat yoki 1-2 kundan keyin, 1 oydan keyin siz uni takrorlashingiz kerak. Ya'ni o'sha qanaqa maqola o'qidim, qanaqa she'r yodladim, sonlarni tez-tez o'sha xotira mashqlari bilan o'sha xotirani trenirovka qildirasiz. Ya'ni o'sha xuddi bizlar mushaklarni trenirovka qildirganda miya hujayralarini ham o'sha shug'ullantirib turish kerak. Ya'ni o'sha sahar tushirib yoki qaysidir xotira yaxshilaydigan dorilar bilan kutish kerak emas. Albatta siz tarafdan harakatdan bo'lish kerak. Siz internetda ko'rib olishingiz mumkin, qaysi xotira mashqlari o'sha yaxshi ijobiy ta'sir qilishi. O'sha bizlar maqolalarda o'qiganimizda ko'proq o'sha yodlagan matn, tekstlarni o'sha 1 soat, 2 soatdan keyin yoki 1 kun o'tgandan keyin yana takrorlash va bundan tashqari sonlarni yodlash bu juda ham xotira markaziga yaxshi ta'sir qiladi. Bu mashqlar orqali sizda o'sha xotira markazlarida hujayralarni erta o'lishdan saqlab qolasiz va sizda keyinchalik qarigan chog'ingizda ham xotirangiz yaxshi bo'lishini ta'minlab beradi bu narsa. Bundan tashqari o'sha xotira o'yinlari bor, misol uchun shaxmat bilan, shashka bilan shug'ullanish, chunki bular aqlni charxlaydigan mashqlardan biri hisoblanadi va sahrda bizlar faqat buyrak, jigar, yuraklarni asrash emas, miyani ham asrashimiz kerak. O'sha miyaga albatta e'tibor berasiz. Xotira mashqlarini da albatta qiling. Sonlarni yodlang yoki o'sha siz
kun davomida eslashingiz kerak yoki o'sha o'tgan voqealarni ham eslab turish yaxshi natija beradi. Ya'ni siz misol uchun eslashingiz mumkin, kecha nima qildim, kimga telefon qildim, nima yodladim, nima ovqat yedim. Mana qandli diabetda o'sha bemorlarda dorilarni vaqtida ichmaslikka sabablardan biri shu xotirasini pand berishi, ya'ni o'z vaqtida o'sha eslab qola olmaslik. Deylik, misol uchun soat 8 da o'sha dori yozilgan bo'lsa, har kuni soat 8 da ichilishi kerak. Lekin xotira pand berganligi uchun dorilar o'z vaqtida unutib yuboriladi. Buning natijasida sag'ir oshishi kuzatiladi. O'shaning uchun siz har doim o'sha eslashga harakat qiling va yodlashga harakat qiling. Bu yodlash eng yaxshi mashqlardan biri. Va eng oxirgisi, bu vrach tavsiyasi bilan ichilishi kerak bo'lgan xotira dorilari bor. Buni albatta nevropatolog bilan maslahatlashib ichganingiz ma'qul, chunki ba'zi bir xotirada o'sha yaxshilaydigan dorilarni bu o'sha nojo'ya ta'sirlari ham bo'lishi mumkin. Ko'z ko'rona har xil vitaminlarni, notrotlarni yoki o'sha o'simliklardan tayyorlangan dorilarni ichish tavsiya berilmaydi. O'sha albatta vaqt ajratib nevropatolog bilan maslahatlashib, chunki xotira pasayishiga sahrdan tashqari boshqa o'sha nevrologik kasalliklar ham bo'lishi mumkin. O'shalarni ham inkor qilgan holatda albatta dorilar ichsangiz juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. Men sizga aynan dorilarning nomini keltirmayman. Buni vrach bilan maslahatlashib olsangiz juda ham yaxshi natija beradi. Agar sizda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa va xotirangiz tushishi kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta yuqoridagi 5 ta tavsiyaga amal qiling va siz bu tavsiyalarga qancha vaqtliroq e'tibor bersangiz, shuncha xotirangizni tiklash, shuncha orqaga qaytarish oson bo'ladi. Siz buni qancha kechiktirayotgan bo'lsangiz, sizda shuncha buni asoratlar, ya'ni demensiya holatlariga, ya'ni butkul xotirani yo'qotish holatlariga olib kelishi mumkin.